Assalomu alaykum hurmatli ayrim aqlmon tashkilotini 5-mart 2026 Bolta mahallasidagi har bir bank mijozlari fuqarolar nomidagi uchrashuv belgilangan. Uchrashuvdan asosiy maqsadimiz har bir boshqa fuqarolarga ko'nikma berish, kreditlar berish, har bir faoliyatni shug'ullanib kelayotgan mijozlarimizga har bir faoliyatni kengaytirish uchun kreditlar berish. Asosiy maqsad shu mahalladagi, tumandagi ishsiz fuqarolarni ish bilan ta'minlash, daromadini oshirish asosiy maqsad qilib olingan. Bizda hozir ishlamaydigan, kamida 2 oy ishlamagan ishsiz fuqarolarimizga biznesga ko'mak kreditimiz bor, 17 million so'mgacha. Ko'p yilga 48 oyga 23% ayollarga, 23% pul bolalarga beriladi. 2% imtiyozi bor ayollarga. Maqolada aspektimiz bu 5 yilga beriladi. 2 yil imtiyozi davri bor. Qonunchilarga 23%, 2% imtiyozi bor. Demak, Google bolalarga 25% beriladi. 312 soat bo'lgan yerda ajratamiz. Demak, faoliyat shug'ullanib kelayotgan mijozlarimizga kamida bir yil bo'lishga qo'l ko'rsatganiga 300 milliongacha beramiz, 100 million sug'urta bilan qolgani 300 milliongacha daromad bilan ajratamiz. Demak, bu paxtashman to'g'ri bo'lgani uchun Google bolaga 20%, xotin-qizlarga 2% imtiyozi bor, 18% beriladi. Bundan tashqari, qonunchilik soni qarorga asoslan bitiruvchilarga, institut bitiruvchilarni ishga olganlarga kredit ajratamiz. 100 million so'm daromad siz beriladi, sug'urta bilan beriladi. Yo bo'lmasa institut bitirib, yarqida yoki korxona ochganlarga bemalol ajratishimiz mumkin. Yoki ishlaydigan odamni, institut bitirgan odamni ishga olish. Rekruterlik bo'lishi mumkin. Yoki bog'chalar ochgan bo'lsa, shu bog'chaga oliy ta'lim bitirganlarni ishga olgan bo'lishi mumkin. Hozir hamroh ayol bilan chiqqan, demak u 21% beriladi. 100 million so'm turgan yarosiga beriladi. Muddati 7 yil. Bu kurslarni bemalol oshiradi. Bunda savol haqida bo'lsa, buni